Marg'ilonga kelin bo'laman deydigan qizlarni kamida 4 ta yoki 5 ta hunari bo'lish kerak. Avval 9-sinfda, hozir 11-sinfda tugatishi bilan turmushga berib yuboradigan xalq ham bu Marg'ilon hisoblanadi. Men 24 yoshimda turmushga chiqqanim uchun deyarli umuman qiynalmaganman. O'zimni bemalol uy bekasi hamda pazanda deb ayta olaman. Blogerlik bu men uchun shunchaki hobbi. Bugun ham bir yorimni xursand qilaydi deb Marg'ilonda turkcha taom tayyorladim. Taomimizni nomini bilganlar esa kommentariyaga yozib keting. Taomda nachinkalarni shunaqangi hammasini blenderdan chiqarib oldim. Tapdekura, tuz, moch pripravalarni hamda birozgina yog'ni qo'yib, masallig'i bir-biridan ajrab ketmasin, tuxumni oqini qo'shib oldim. Sarig'ini esa piyolaga olib, uni ustiga surtishga olib qo'ydim. O'zimning sevimli mahsulotim bo'lgan Pure Milk'ning sirlaridan foydalandim. Bu sirni hozir men lavash xamiriga solaman. Lavash xamiriga solganimda pishgandan keyin og'zingizga solganingizda mayin sochni ta'mni beradi. Lekin boshqa sirlarga o'xshab uqalanib ham ketmaydi. Shu tomoni ham menga rosa yoqadi. Videoda ko'rib turganingizdek sirlarimizni lavash xamirini ikki tomoniga qo'yamiz va o'rtasiga biz tayyorlab olgan nachinka, ya'ni go'shtli qaylamizni joylab chiqamiz. Videoda ko'rsatganimdek o'rab turib, avvaldan qizib turgan 25-30 daqiqa duxovkaga joylaymiz. Burada yana bir sizlar uchun live aytib o'tib ketaman. Tuxumni sarig'iga birozgina yog'ni qo'shib yuborsangiz, yanada sizni taomingizni ko'rinishi chiroyliroq chiqadi. 30 daqiqadan keyin esa bemalol taomingizni dasturxonga tortishingiz mumkin. Sizga yoqimli ishtaha, menga esa obuna bo'lishni unutmang. Sizga zo'r-zo'r kontentlar bilan bo'lishib boraman.